Üzgü tınıqlar. Abdori Asılxan Hasanov. Birinci qism Baytoqayga yetkilib chiqish. 9. bölüm. Gerçi biz bu sorunga her tarafga chechilib ketish oldida turgan savoqdoshlar bilan bir-birimiz bilan xo'shlashib olish, yurak so'zlarimizni izhor qilib olish, bordigan yerlarimizning adreslarini elib olish maqsadida yig'ilgan bo'lsaqmi, İçimizge patqızalmayvatqan bu açıq, narazılıq, haqsızlık üstüdün şikayet qilish soruniga aylanıp qaldı. Bundaq narazılıqlar ochiq aşkarı deyilmegini bilan jamiyatning hamma yerlaridan, hatto har bir bulun pishqoqlardan ko'rib olg'ili bo'ladi. Savoqdoshlar ara dardlarimizni to'kishib, ich qornimizni bo'shtib olgandan keyin Mirza, do'stlar, Әмді azroq naqshanglayli. Shukr gitarni elib kelgan. Ammo töverek ovozda bo'lsin dedi. Bu taklif hammalarga xo'sh yoqdi. Shukr gitarni qo'lga elibla Albaniyaning O'lsakmi tez pukmaymiz degan kinosidagi go'zal qiz Mila Gralining yigiti bilan birga aytgan partizanlar naqshisini boshlavatdi. Hammalar jonlanib naqshiga tankash qilishdik. Bu chaqda tuyuqsiz yurakim titrab, qalaymiqqan so'qishga boshladi. Chunki udulimda xuddi shu kinodagi Milaga quyib qo'ygandek o'xshaydigan savoqdishim menga tikilib qarab qolgan edi. Ikkimizning ko'zi uchrashib qolish bilan yurakimni to'q so'qivatgandek jig'ildab ketdi. Qizmi darhol ko'zlarini mendan elib qochdi. Naqshi oxirlashay deganda u ikki ko'zi liqqida yoshga to'lgan holda menga yana qardi. Uning bu qarashlaridan menga deydigan gaplari borligi chiqib turadi. Va yana qizliq or nomisi bilan o'zini qochirib yerga qarab oladi. Yurakimning bunda qattiq jig'ildishi hayotimda ikkinchi qatim yuz beryotdi. Bundan bir necha oy ilgari savoqdoshlar bilan O'lsakmi tez pukmaymiz degan kinoni ko'rib qaytashimizda savoqdoshlar bas-basda kino ta'sirotlarini so'zlashib, kinodagi Mila ismli qizning ham go'zal, ham botirligini maqtab ketayotgan edik. Tuyuqsiz yenimda jimjit ketayotgan qiz savoqdoshimga qarab, o'ylanmayla. Siz kinodagi Milaga Bekli o'xshaydi ekansiz, davtibdiman. Qiz qizirib ketdi bo'lg'ay, töven ovozda, "Rahmat, siz Milaning so'ygan yigitiga texmi o'xshaydi ekansiz", dedi o'ng'aysizlanib turib. Shu chaqdagi gaplar yurakimni tunji qatim qattiq jig'ildatib edi. Mana bugungi bu o'tliq qarashlar bilan qalbim o'rtilib, xiyolim chechilib, yurakimning bir yerlari pijildab, ko'ygandek bo'layotdi. Bu qandaq bir his tuyg'udu? Kishilar degan muhabbat, ko'yish yoki oshiqlik mushundaq bo'lamdigandu. Xiyol tafakkurim har joyda parvoz qilishga boshladi. Ammo aqlim meni o'zimni tutib olishga, hech bo'lmaganda hozircha hissiyotning kayniga kirib ketmay, oliy maktabda o'qish, kelgusi istiqbolim uchun bosh qotirishga undaydi. Shukr, yangidan moda bo'lgan hijron naqshisini boshladi. Ketar bo'ldim yiroqlarga, hijron dardini ortib. Chidig'in sen piroqlarga, sig'inganda uf tortib. Bu misralar hammamizning yuragiga tekkandek, taraf-tarafdan qattiq o'q tortgan sadolar kelmoqda edi. Ba'zi qizlar yig'lagan chig'i, mishildigan ovozlarni anglanishga boshladi. Darvozaning qattiq urilgan, vaqirashgan, ishlarning havshiyotgan ovozi anglandi. Mirza sirtqa chiqib eshikni ochish bilan burmuncha saqchi va minbinglar bostirib bo'ylig'i kirishdi.
bizmo o'ylig'i nemish bo'lganligini bilish uchun chiqqan edik. Bu uyga yig'ilib, nemish qilishyapsan deb qo'pollik bilan so'radi Liufamillik saqchi boshlig'i. Savoqdoshlar xo'shlashish chay qilyapmiz deb javob berdim men chaqqonlik bilan ravon Xitoy tilida. Bundaq to'plashib o'ltirish qilishqa ruxsat yo'qligini bilishmamsan? Kimdan ruxsat so'rashding? deb teximi qattiq ho'kirdi yilqi panoh burun pishtko'z Xitoy. Uning bu turqi ba'ayni men so'qmida ko'rgan yilqi ishtiqa o'xshaydi. Hökumatdan ruxsat oldik deb javob berdi Mirza. Kimdan? deb qaytilab so'rdi yilqi boshliq Xitoy ishonmagan qiyofatda. Bu mahallani men boshqurman. Mendan boshqa hukumat yo'q. Men degan yerlik xaqon deb ko'ranglab, xohlagancha odam tutib, solab, urib, dumbalab, kishilarning uylariga bostirib kirib, xohlaganini ilib, bermasa urib, o'ltirib o'tib, chiqib ketishdimi yanmaydigan bu yerlik zomigar Mirzaga qarab hurpib. Mirza tamtirmay Məhəllimizdəki amanlıq saqlash gruppasining boshlig'i Nisaxon hadidan ruxsat olganligini dedi. Saqchi boshlig'i darhol Nisaxon hadini chaqirib kelishga buyurdi. Nisaxon hadi kelib, Mirzaning gapining rostligini tasdiqladi va bu yoshlar ertadan boshlab yezlarga qayta tarbiya elish qilmag'di ekan. Bugun savoqdoshlar yig'ilib, xo'shlashish chay qildiganligini degan edi. Men ruxsat berdim. Bu yoshlar partiya hukumatning ulug' doimiz mavjushining chaqiriqiga ovoz qo'shgan aktiv bolalar deb qo'shib qo'ydi. Bu gaplarni anglab Xitoy boshliqning bayotindan beri ko'ngliga pukkan. Bugun dal aksil inqilobchi tashkilotning usiga tushibdiman. Bularni yuqoriga pash qilib, doklad yozsam, xizmat ko'rsatgan hisoblanib, G'ulji shaharlik yoki o'lkalik saqchi idorasiga boshliq bo'lsam, ota-onam, urug' tuqqanlarimni ocharchilikdan qutqizib, yenimga akilib olsam va ularni davlat shtatlik kadr qilib, ishga o'rinlashtirib olsam, degandek shirin xiyoli ko'pikka aylandi bo'lg'ay, qattiq terikkan holda yanala niyatidan yanmay, biror yerdan putoq chiqarish maqsadida qo'limizda ispat bar yo'qligini so'radi. Men darhol yenimdagi barliq tunishtirish xati va isbatlarni chiqarib ko'rsatdim. Boshqa savoqdoshlarmi bog'dovjinglarni ko'rsatishdi. Bu isbatlarni ko'rib va boshqa bahona sabab ko'rsatilmagan saqchi boshlig'i, "Endi qaytinglar. Bundan keyin bundaq to'plashishga ruxsat yo'q. Yana ko'rib qolsam, hammanglarni opirib solab qo'yman" deb biljirlig'inicha askarlarni boshlab chiqib ketishga tamshilivdi. Men biz sizlarni uzitib qo'yib, ondan qaytayli deb savoqdoshlarimga qarab, qo'limni ko'tirib, dirijorlik qilgan holda Dahay Xangshin Kaudoshoni boshlavatdim. Savoqdoshlarmi menga agishib, billa o'qishdi. Bu talvalar zamonida har qanday yig'in to'plashishlarda ishchi dehqon kadrlar ishga chiqishdan burun, o'quvchilar dars boshlashdan ilgari sharq qizardi, kun chiqdi, jungodan chiqdi mavzudong degan naqshini ishdan va o'qishdan tushgandan keyin bo'lsa, dengizda parxod rolchiga tayinib mangar, inqilob qilishda mavzudong etesiga tayinib mangar degan naqshini aytmasa bo'lmaydi. Yilqi panoh Xitoy boshliq o'sal ahvolda qilib, sheriklarini boshlab, salpib, o'ylidan chiqib ketdi. Bu ko'rinish haqiqatanmi o'lsakmi tez pukmaymiz filmidagi nemis harbiy muzikantlar pijg'irin issiqda tarlab pishib muzik chelivasa, puxrach kiyinib marojni setayotgan partizanlar bar ovozi bilan marojnisini maqtab, muzika ritmini buzivatgan ko'rinishga o'xshab qolgan edi. Xitoy saqchilari ko'zdan yo'qolgandan keyin
Şükür qattiq küləvətdi. Həmmimiz heyranlıqda onunğa qardıq. Sizlər baya qaysı tekstni aytdinglar deb sordu o. Biz özün anlagandek Daxay Xangşin Kavdoşoni dedik. O teliqib külüb durub. Mən ayni ahangda Taxay qaşdi qoğlanlar tepivetmisun bayqanglar deb aytdim dedi. Bunu anlap hemmimiz paraqqıdı külüşüp ketdik. Birlikning kuchini azroq bo'lsa-mu his qilib, rohatlangandek bo'lsaqmi, xo'shlashish minutlarining yetib kelganligidan yanada ko'nglimiz yerim. Bir-birimizni quchoqlashib, bir-birimizga go'zal tilaklarni tilishib, qiyolmagan holda xo'shlashdik. Shundoq qilib, ertasi sahar bomdod namozdan keyin dadam opamlar bilan xo'shlashib uydan chiqdim. Yo'lga sahar chiqmasak bo'lmaydi. 50 kilometr yo'lni bir kunda besib bo'lolmaydik. 3-akam eshak harvisiga narsa keraklarimni besib, meni tayir yuziga opirib qo'yib kelmoqchi edi. Dadam opamlar cho'ng ko'chig'icha meni uzitib chiqdi va Allohdan menga baxt saodat, osoyishlik tilab, ko'zlarida liq yosh olda duo qilganicha arqamda qoldi. Menmo ig'irlashgan badanimni aram ko'tirib, portlab ketishdan o'zimni qattiq besib ketavatdim. O'zimga, men degan o'g'il bola, menda hayotning har bir musibatiga, har bir ig'irchiligiga, har qandaq hijronlarga bardoshlik berish irodasi bo'lishi kerak. Xuddi Po'lat qandaq tavlandi romanidagi Pavel Korchagin, Lutfulla Mutallib va yaqindala ko'rgan O'lsakmi tez pukmaymiz kinosidagi Mila Gralidek irodalik bo'lishim kerak. G'ayrat qil deb o'zimga tasalli beratdim. Biz Chilakxangzi ko'chasidan Qarding cho'ng yo'liga qayrildik. Akam eshakning yemini unutilib qolganligini aytib, uyga qaytib ketdi. Men harva bilan cho'ng ko'chada turib qoldim. Bu O'shkinjayning 16-kuni edi. Kun intayin sovuq, qish bo'lg'achqa, garchi namoz vaqti bo'lsa-mu, texi yo'riq tushmagan edi. Bu asnoda vujudim qizib, ichimdan alamlik bir volqon o'rlayotdi. Men sargardonman. Men vayroniman. Men qo'g'landiman. Men ulug'vor orzularimga yetolmagan bechoraman. Men isadashga boshladim. Kindiq qinim to'kilgan bu muborak tuproqdan ayrilishga qiyolmay, ko'z yoshlarim marjondek to'kilishga boshladi. Men yana qachon qaytib kelarman? Buda qaytib kelganimda bu shaharda meni taniydiganlar qolarmi? Yana 10-20 yilgacha bu shahar menga yotlashib ketsa, men faxrlanadigan, g'ururlanadigan bu jannat makon meni o'z qo'yniga olmasa, meningmi bu shaharda yotsirg'inimcha turg'um kelmas bo'lib qolsa. Ah, mening kaj taqdirim. Ah, adolatsiz jahon. Mushunda xiyollarni qilgancha yoshlarimni tutib ololmay, ovozimni bo'lishiga qo'yib o'tib, buqildab yig'lashga boshladim. Eshakmi hayron bo'lgan holda tepichaklab turolmayotdi. Uduldagi Aqsu masjididan bomdod namozini o'qib qaytgan bir bovay neriqi tar ko'chaga agib ketmoqchi ekan. Mening yig'i ovozimni anglab yenimga keldi. Mening ovozim pasayib, Isa deb turatdim. Bovay hayron bo'lib, "Balam, sana nim bo'ldi?" deb so'rdi. Men o'ldim dedim. Bovay texmi hayron bo'ldi. Ammo ko'p tajriba saboqlarga ega, hayotning nurg'un daryo o'stan dengizlardan mardonlarcha o'zib chiqqan bu oqsoqol bovay bir narsani tushungandek bo'ldi-da, "Yo'q balam,
sen ölmüdün. Sen sağ salamet. Hayatның az tola yatlaşlarıga berdaşlık bergin. İnşallah kelgüsün parlaq. Men dua kılıp koyay dep kolunu kötürüp uzun dua kıldı. Emdi men özümge keldim. Et degende dadam apam ve bu bir natunuş Hızır kabi kişinin duası bilen rahatlangendek, gayretke kelgendek boldum. Angacha akamı yetip geldi. Biz bovay bilen hoşlaşıp şerqqa yol aldık. Tang süzülüşke başlagan edi. Tangның süzülüşü bilen Gulji şehir ve İli vadisiga en aval Abral teği özünün güzel cemalini körstetti. Men İli tağlarıga alaydı muhabbet bilen baktım. Qarangçu, Abral teği nemege oxşaydı? Mening nazarimda o bir Hızır bovayga oxşaydı. Tağ beşideki appak qarla İli vadisiga nur çeçip durgan aqbaşlıq bovay emasmı? Onun sayları xuddi bovayning yüz gözleriga zimin yaralgandan beri dert alam tartib tushgan qo'riqlar emasmi? Ammo o hech kimga tartgan dert alamlarni tinmay yanılı güzel jamoli bilan İli vadisiga o'sin qo'shgan bo'lsa, o o'zining shirin sharbat suvlari, tabiiy mevalari, bug' marallari, oshliqlari bu zimin yigitlardek mazmun, qattiq qomatlik qarg'aylari va putmas tugumas boyliqlari bilan o'z farzandlarini beqivatgan bovay bo'lmay nima? O bu zimin farzandlarining barcha dard alamlari, g'am qayg'ulari, xo'shalliqi va hurlikining shohidi. O bu uzun tarixiy davrlarda nurg'un ajnabiylarning atrofida yurganligini ko'rgan. O o'z farzandlarining yetkichi xo'rliq tortib, azoblanganligini ko'rib, qo'riqlar tushib ketsa-mu sabr bilan mazmut qad ko'tarib turmoqda. Men mushu Abral teğidek bo'lishim kerak. Bütün hayotimni xuddi mushu Abral teğidek o'z xalqimga beg'ishlashim kerak. Sabr qanoat, mardonaliqning ulgisi qilishim kerak deb o'zimga yo'l topgandek, shu nishonga yo'l elishga irodaga kelgandek bo'ldim. Jirg'ilang egizligiga yetib kelib, yana kaynimga qayrilib, güzel ana diyar G'ulji shahriga eng oxirgi qitim Elvida güzel G'uljam deganimcha oxirgi qitim cho'nqur mehrim bilan beqib xo'shlashdim. Davomi bor. 2014-yil 19-noyabr Avstraliyaning Adelaide shahrida qalamga elindi.